O'rtoqlar, Telegramda yana firibgarlik avj olyapti. Hozirgina bir hamkasbim tomonidan ma'lum miqdordagi summani berib tura olasizmi degan xabar keldi. Eng ajablanarli jihati, bu qandaydir rasmiy ko'rinishda yozilmagan, ya'ni do'stimning shevasiga yaqin ko'rinishda yozilgan. Va men javob berdim, mendan naqd edi, chiqsangiz berishim mumkin deb, va ushbu xabarni ko'rishi bilan yozishmalarimiz o'chib ketdi va meni qora ro'yxatga tiqib qo'ydi. Hayron bo'ldim. Keyin bilsam, ushbu do'stimning Telegrami vizdom qilingan hamda barcha tanishlariga mana shunday xabarlar yo'llanayotgan ekan. Mexanizm esa juda ham oddiy. Albatta berib turishim mumkin deb yozasiz hamda ular karta yuborishadi. Ushbu kartaga pulni o'tkazasiz hamda pul firibgarlarning cho'ntagiga ketadi. Agar sizning ham qaysidir tanishingiz mana shunday pul so'raydigan bo'lsa, o'tkazishga shoshilmang. Avval qo'ng'iroq qilib so'rang, haqiqatda ham sen yozdingmi hozir mendan pulni sen so'radingmi deb, va undan javob olganingizdan so'nggina qarz berib turishingiz yoki qanchadir miqdorda pul o'tkazishingiz mumkin. Ushbu videoni esa ogohlantirish uchun Telegramdan foydalanadigan barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying.